Assalomu alaykum, aziz YouTube ishqibozlari. Navbatdagi ishimizni Xudo xolasa ustanovkasini yakunladik. Ishimiz haqida ozgina ma'lumot beramiz. Birinchi o'rinda lokatsiyani tushuntiramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan degan shaharchasi bor. Shu joyga navesin ustanovka qilib berdik. Materiallarimiz doimgidek 8x8 ikkilik stenadagi profil, o'q-qorilarimiz 4x4 1.7 stenali profildan tashkil topgan. Har 1.30 ga tashlangan firmalarimiz 3x3 1.5 stenali profildan bo'lgan. Har 50 cm ga tashlangan tunikani qotirishga mo'ljallangan profillarimiz 2x3 1.3 stenali profildan tashkil topgan. Siliflari bilan ustanovka qilib berdik bu joyga. Tunikani qotirishdan oldin izolyatsiya holatida birinchi o'rinda kraskalangan faner, undan keyin falgizor, keyin 04 qallikdagi timiz Toshkent tunikasini yopib berdik. Bu tarafga ustunlarimiz to'liq holatda tushdi. O'ng tarafimizga bo'lsa yarim holatda tushdi, chunki bu tarafda devorlari bor ekan, sesmalarni yo'qotib yubordik. Har bir burchaklariga ko'rishlaringiz mumkin. Nafis gullardan qo'yib berganmiz. Lift turbalarni ham mana akkuratli holatda darvozaxonani ikki yon tarafidan tushirib yubordik. Navisimiz rangi mo'tlashib qolgan. Buqadagi tunikasini ham rangi mo'tlashgan. Tunikasini ham sifatli narxini ham aytib o'tamiz akalar. 1 kvadrat 350 ming so'mdan butun O'zbekiston bo'ylab ustanovka dasturxoni, usta haqlari, kraskalari hammasi ichida akalar. Xohlasa ishlaringiz qo'limizdan kelgancha bitirib chiroyli qilib topshiramiz egalari.